بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى mana shu darslarni eshitib anglab fahmlashlikka hamda Alloh taolodan shu o'rgangan ilmlarga amal qilishlikka tavfiq berishini so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Kunlarning birida dedi Umar ibn Xattob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'tirar ekanmiz. Soch soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq, ustida bir safar alomati ko'rinmaydigan, lekin hech qaysimiz tanimaydigan bir kishi kirib keldida, to'g'ri Nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldiga o'tirib, tizzalarini tizzalariga tegizib o'tirdida, qo'llarini tizzalariga qo'yib, "Ey Muhammad, menga islom haqida, iymon haqida xabar bering" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bularga javob berar ekan, iymon haqida so'ralgan savolga "Antu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi" dedilar. Mana shu mashhur qissada Jibril alayhissalom mana shu notanish kishi suratida keldida va musulmonlarga o'zlarining dinida, islomda bilishlik kerak bo'lgan eng zarur narsalarni qisqa savollar bilan so'rab ta'lim berib ketdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu Jibrilning savollariga, ya'ni notanish kishi suratda kelgan Jibrilning savollariga javob berib bo'lib, Jibril turib chiqib ketganidan keyin, "Ey Umar" dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Atadri manis sa'il?" So'rovchi kim ekanligini bilasizmi dedi. Umar ibn Xattob Alloh va Rasuli biluvchiroq dedi. Bu Jibril edi dedi. Sizlarga diniylardan ta'lim bergani keldi dedi. Mana shu so'ralgan savollarning ichida iymon haqida so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu hammamiz bilgan amantu billahi va malaikatihi kalimasini tushuntirib berdi. Mana shu aytilingan Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan odam yoki mana shu aytilingan iymon shartlaridan bittasini keltirgan iymoni to'liq bo'lmaydi. Ya'ni Allohni bor desa, farishtalarni bor desa-yu, payg'ambarlarga gumonim bor desa kofir bo'ladi odam. Hammasiga iymon keltirsa-yu, farishtalarga iymon keltirmayman, ishonmayman desa kofir bo'ladi u. Xuddi shuningdek, oxiratga, qayta tirilishga, hisob-kitobga iymon keltirmagan odam ham kofir bo'ladi. Bu darslarimiz iymonning eng asosiy rukuni bo'lgan oxiratga bo'lgan iymonimizni siz bilan bizga ta'lim beradi. Oxiratga bo'lgan iymon nima uchun o'rganamiz? Bu oxiratga bo'lgan iymonni ilmini o'rganishlik bu ko'ngil xushlik yoki bekorchilikdan qilinadigan ish emas. Dinimizni vojib deb bilgan ishlaridan. Juz'iy masala ham emas. Dinimizning asosidan hisoblanadi. Anbiyolarning manhaji. Alloh taolo Qur'onda o'nlagan balki yuzlagan oyatlarda yu'minuna billahi va yawmil akhir, Allohga iymon keltirishadi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi deydi. Ya'ni Allohga iymon keltirgandan keyingi birinchi talab qilinayotgan narsa oxiratga bo'lgan iymon. Din, dunyo ishlarining barchasi kishini mana shu oxiratga bo'lgan iymoniga borib taqaladi. Mo'min kishini gunoh qilishlikdan nima to'sadi? Agar odamlardan xijolatchilikdan gunoh qilmayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmayotgan joyda gunohni qilaverish kerak. Agar odamlardan sharmanda bo'lib qolishidan qo'rqib ba'zi gunohlarni qilmayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmagan joyda qilishi mumkin. Lekin mo'min odam hech kim ko'rmayotgan joyda nimadan qo'rqib, nimadan hayo qilib gunohlardan tiyiladi. Ertaga Alloh taoloning oldida hisob-kitob qilinishligi, Alloh taoloning oldida turishligidan, oxirat ilmidan xabardorligi uni juda ko'p narsalardan, gunohlardan o'zini tiyishga sabab bo'ladi. Shuning uchun mana aytamiz, Ramazonchilar deymiz yoki juma oylari deyapmiz namozxonlarda. Juma kuni namozga chiqmasa, odamlar bilib qoladi deb xijolat bo'lib chiqar. Yoki Ramazonda masjidga chiqmasa, uyat bo'lar deb chiqar. Lekin uyda nima ish qilishligini o'zi biladi. Oxiratga aniq iymoni bor odam, odamlarning orasida qanday gunohdan ehtiyot bo'lsa, yolg'iz bo'lgan holda ham mana shunday gunohdan tiyiladi. Shayton alayhi la'na odamlarni adashtirishlik uchun jahannamga ravona bo'lishiga harakat qilib aytardiki, "Ha bu sizlarni o'lgandan keyin tirilasizlar deyaptimi? Hayhata hayhata lima tu'adun." Ha bu sizlar va'da qilayotgan narsa hali ho dedi.
Mana shu hayotdan boshqa hayotimiz yo'q. Yashashimiz ham, yeyishimiz ham, o'lishimiz ham shu dunyoda bo'ladi. Bizni faqat vaqt o'ldiradi, qayta tirilishlik yo'q dedi. Mana shu shaytonni shu da'vatiga iymon keltirib, da'vatiga ishonganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar bir marta yashaymiz hayotda. Xohlaganimiz yashashimiz kerak deydi. Lekin aksincha Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga iymon keltirgan kishilar esa bu dunyo oxiratning ekinzori deb qaraydi. Bu dunyo ekinzor deb qaraydi, mavsum deb qaraydi. Ishlashlik vaqti deydi. Mevalarni uzishlik daryoda bo'ladi deb aytadi. Demak, oxiratga bo'lgan iymon dinimizni siz bilan bizdan talab qilgan vojib bo'lgan amallaridan. Oxiratga bo'lgan iymon haqida hamda uni chuqur o'rganishlik Alloh taoloning adolatiga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Bugun inshaalloh mana shu oxiratga taalluqli bo'lgan ilmni o'rganishlikni, qiyomatning katta kichik alomatlarini o'rganishlikning fazli haqida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Dunyoda inson zulm ko'rsa, haqini oldirib qo'ysa, uni shu zulm qilgan odamni borib o'ldirib yorishlikdan, uyiga o't qo'yib yorishlikdan nima to'sadi? Bu hayotning ikkinchi qismi bor. Bu vaqtinchalik hayot. Oxiratga borganda Alloh taolo meni haqqimni olib beradi degan oxiratga bo'lgan iymoni Alloh taoloning adolatiga bo'lgan iymonini ziyoda qiladi. Hamda sabr qilishlikka chaqiradi. Ko'rmaysizmi? Biroq-biroqga zulm qilyapti. Butun xalqlarning ustidan boshqa bir mamlakatlar hukmronlik qilyapti. Xohlagan siyosatini yurgizyapti. Buni ko'rgan paytingizda hali oxirat bor degan iymoningiz taskin bermaydimi? Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda. Fotir surasi 18-oyatda. Qiyomat kunida hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'ziga jonning yukini, ya'ni gunohni ko'tarmas. Agar og'ir gunoh egasi bo'lgan jon birovni o'z yuki gunohini, ya'ni gunohini bir qismini ko'tarishga chorlansa, garchi chorlanguvchi yaqin qarindoshi bo'lsa-da, u gunohdan biror narsani ko'tara olmas. Ya'ni u kunda har kim o'z amali bilan mashg'ul bo'lib, ota-bolaga, aka-ukaga qarashga imkon topmas. Ya'ni qiyomat kunida har bitta gunoh egasi o'zini gunohiga javob beradi. Ana shu zulm qilayotganlar yana o'zgalarning qilgan yaxshi amallardan unga foyda yetmas. Otangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, akangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, bolangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, boshqalarning gunohi sizga yuklatilmagandek, boshqalarning savobidan zarracha sizga asqatilmaydi. Uning qilgan sa'yi harakati esa yaqinda qiyomat kunida ko'rinur. So'ngra u o'sha sa'yi harakati uchun to'la to'kis jazo mukofot olur. Mukammal adolat, nuqsonsiz adolat, nuqsonsiz komil jazo. Dunyoda qilingan gunohlarning jazosi tanish bilishlik bilan, otasini hurmatidan, qaynatasini hurmatidan, ulfatini hurmatidan jazodan o'tib ketib qolinyapti. Puli bilan, tanish bilishligi bilan jazosini olmasdan zulm qilgan aksincha yana haqdor bo'lib ketyapti. Lekin qiyomat kuniga borganda har bitta odam shubhasiz o'ziga loyiq jazoni olishiga iymon keltirgan kishi Alloh taoloning adolatiga bir iymoni ziyoda bo'ladi. Oxirat ilmini o'rganishlik, oxiratga iymon hamda uni chuqur o'rganishlik siz bilan bizni mas'uliyatni his qilishlikka undaydi. Ya'ni har bitta odam Alloh taoloning huzurida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda deydi. Qiyomat kunida Alloh taoloning oldida har bitta banda Allohning oldida yolg'iz turib javob beradi. Yolg'iz turib. Va kafa bi nafsika al-yawma hasiba deydi Alloh taolo. Alloh taolo bandani o'zining ro'parasiga olib keladi. O'rtasida na tarjimon, na o'rtachi vositachi bo'ladi. Hech kim bo'lmaydi u paytda. Telefoni ham bo'lmaydi, akasi ham bo'lmaydi, yolg'iz turadi. Oxiratga iymon keltirgan kishi Alloh taoloning oldida yolg'iz o'zi turib javob berishini his qiladi va mana shunga tayyorgarligini ko'radi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sohibatihi va banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni. Birodarlar, qiyomat kunida hech kim hech kimga asqatmaydi. U kunda kishi o'z og'a-inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini va bola chaqasidan ham qochur. Nima sababdan? Chunki u kunda har bir kishi uchun o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Boshqa oyatlarda keladi. Dunyoda insonga eng yaqin bo'lgan odam kim? Otasi, onasi, xotin bolasi, aka, ukasi. Mana shu eng yaqin bo'lgan kishilarini Alloh taolo qiyomat kunida banda ketishligini aytadi. Bu kamiga yetmagandek, ularni o'zi do'zaxdan qutulib qolishligi uchun jahannamga ularni irg'itib fido qilib yuborishlikni xohlaydi. Yaxshi ko'rib xizmat qilgan otangiz, yaxshi ko'rib boqib katta qilgan bolangizni o'zingiz do'zaxdan qutulib qolishligi uchun jahannamga ularni uloqtirgan, meni uloqtirmagin Parvardigor deydi.
Chunki har bitta kishini qiyomat kunida o'ylantirgan o'zini tashvishi, g'ami bo'ladi. Qaysi qabiladanligi, qaysi urug'dan, qaysi oiladan, kimni zurriyot ekanligiga zarracha parvo qilinmaydi. Alloh taolo aytadi: "Kim hidoyat yo'liga buyursa, bas o'zi uchun yurar. Kim hidoyat yo'lidan ozsa, u ham o'z ziyoniga ozur. Hech bir ko'targuvchi jon o'zga jonning yukini hariz ko'tarmas." Yana qaytarib o'tamiz. Har bitta odam o'zini qilgan gunohiga o'zi javob beradi. Agar bir kishi balog'atga yetgan bo'lsa, mas'uliyat uning yelkasida bo'ladi. Otasi javob berolmaydi. Balog'atga yetdimi? Bomdod to'qimadimi? O'zi javob beradi. Ota-onasini hurmatini joy qo'ymadimi? O'zi javob beradi. Birodar haqini yedimi? O'zi javob beradi. Mas'uliyatni his qildiradi oxiratga bo'lgan iymon. Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirganlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil, qattiq qo'l, Allohning buyrug'iga so'zsiz itoat qiladigan farishtalar bo'ladi. Falonchini o'g'liman, falonchini jiyaniman degan so'zlarimiz dunyoda asqat ekanligini ko'ramiz ba'zida. Lekin qiyomat, Alloh taolaning ilohiy mahkamasi shunday joyki, yolg'iz o'zingiz javob berasiz o'zingiz qilgan ishingizga. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Otamiz kim bo'lishidan qat'iy nazar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo "Fa'anzir ashiratakal aqrabin", yaqin qarindoshlaringizni jahannamdan ogohlantiring degan oyatni nozil qilganida butun o'zini urug'ini yig'di. Yig'ib turib: "Ey Ka'b ibn Luay oilasi, o'zingizni olovdan qutqaring. Ey Banu Murra ibn Ka'b oilasi, o'zingizni jahannam olovidan qutqaring. Ey Banu Hoshim oilasi, o'zingizlarni jahannam o'tidan qutqaring. Ey Banu Abdul Muttolib oilasi, o'zingizni jahannam qutqaring. Ey Fatima binti Muhammad, o'zingizni jahannam o'tidan qutqaring. Zero men sizlarga u kunda biron narsa qilishga qodir bo'lmayman." Kimi otasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamchalik? Hech kim. Alloh taolaga eng mahbub bo'lgan banda, avvali va oxirgi bandalarning eng afzali bo'lgan Muhammad alayhisalom o'zini yaxshi ko'rgan qiziga, yer yuzidagi mukammal bo'lgan 4 ta ayolning bittasi Fatima onamizga aytayaptiki, qiyomat kunida men hech narsa qilib bera olmayman. O'zingizni yarimta xurmo donasi bilan bo'lsa ham jahannamdan saqlab oling dedi. Dunyoda bo'ladi bunaqa gaplarimiz. Lekin qiyomat kunida inson o'ziga faqat o'zi javob beradi. Ba'zilar aytishi mumkin: "Bo'pti, endi bu oxiratning foydasi. Oxirat ilmidan xabardor bo'lsak, shu mas'uliyat bo'lar ekan, javobgarlik bo'lar ekan. Endi qiyomatda katta-kichik alomatlar o'rganish nima kerak bor?" deydi. Oho, hali unga uzoq. Bo'laversinchi bir gap bo'ladi. Uni o'rniga ta'lim tushib ketdi, ta'limni ko'tarmaymizmi? Ummat qaloq bo'lib ketdi, uyg'otmaymizmi? Iqtisod tushib ketdi, bugungi zarur ishlar bilan shug'ullanib, nimaga bu ikkinchi darajali narsalar bilan ummatni chalg'atasizlar, deydiganlar ham bo'lib qoladi. Ularga javob shuki, avvalambor oxirat ilmi, oxiratga taalluqli qiyomatda katta-kichik alomatlarni o'rganishlik bizi ixtiyorimizdagi narsa emas. Dinimizni asli, dinimizni talab qilgan vojib ilmlardan. Mana katta-kichik alomatlar o'rganishdan nima maqsad? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamon alomatlari haqida aytgan hadislarini kichiklari ko'pchiligi bu bo'ldi. Mana shu payg'ambarimiz bo'ladi deb aytgan hadislarini bo'lganligi, payg'ambarimiz rost aytganligini isbotini ko'rganimizda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa so'zlarini rost ekanligiga qalbimiz yana taskin topmaydimi? Ha, to'g'ri, biz payg'ambarimizning so'zini biz isbotini istamasdan iymon keltiraveramiz. Lekin Ibrohim alayhissalomdagi zot Alloh taologa Robbi arini kayfa tuhil mauta. Ibrohim Halilulloh, yakka o'zi ummat bo'lgan Ibrohim Allohdan so'rayaptiki, Parvardigor, o'liklarni qanaqa qilib tiriltirasan? Alloh so'radi, "Avalam tu'min?" Ishonmaysanmi dedi. Ibrohim iymonli, lekin qalbi bala valakin la tatma'inna qalbi. Qalbim taskin topishi uchun deganda Alloh taolo 4 ta qushni chopib maydalada buyurdi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom iymoni yana ham ziyoda bo'lishligi uchun Alloh taoloning mo'jizasini ko'rmoqchi bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagandek, payg'ambar alayhisalom aytgan oxir zamon alomatlari haqidagi hadislarini hayotda bo'lganligini ko'rsak, hali aytganlari albatta bo'ladi deb, ya'ni iymonimiz ziyoda bo'ladi. Agar oxir zamon alomatlarini o'rganishlik ikkinchi darajali ish bo'lsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning qilgan ishiga qaraylik.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan sahobalarga qiyomat alomatlarini Rasululloh mufassal bayon qilgan va mana shu qiyomat alomatlari kelganda qorong'u kechadek yer yuzini qoplab keladigan fitnalar keladi dedi. Yer yuzini qorong'ulik qoplab kelgandek fitna keladi deganda sahobalar nima qilamiz deganda payg'ambarimiz o'rgatdi. Agar bu ikkinchi darajali narsa bo'lganda payg'ambarimiz bu narsani sahobalarga tushuntirgan bo'larmidi? Demak, katta kichik alomatlarni o'rganishlik albatta siz uchun vojib bo'lgan amallardan. Mana Mahdi haqida aytilgan ba'zi hadislarga qaraydigan bo'lsak, shunday bir kishilar ham bo'ldiki, Mahdi degan kishini taalluqli bo'lgan bir hadislarni o'zlaridan bo'lgan bir kishiga bir nisbat qilishdi, mana shu odam Mahdi deyishdi. Orqasidan chiqishdi, qilichini ko'tarib urishib, to'polon qilishdi. Albatta bu xato edi. Chunki Mahdi hali chiqqani yo'q. Xo'p, demak, Mahdiyni hadisini o'rganib turib odamlar erishib ketar ekan deb Mahdi haqidagi hadisni o'qimay qo'yishimiz kerakmi? Yo'q. Kelajakda birorta bir odam o'zini Mahdiyman deb chiqsa, mana shu Mahdi haqida aytilgan hadislar, ilmlardan bexabar bo'lgan yoshlar unga erishib ketib adashmasligi uchun ham o'rganishimiz kerak ekan. Insonning tabiatida o'ziga noma'lum bo'lgan, majhul bo'lgan narsani o'rganishlikka bir intilish bor. Bilmagan narsasiga doim inson qiziqib intiladi. Mana ximiya, fizika, geografiya, astronomiya bu fanlarni nima uchun o'rganadi insonlar? O'zlariga notanish bo'lgan, noma'lum bo'lgan ishlarni bildirganligi uchun o'rganadi bu ilmni. Endi inson uchun eng katta majhul, eng katta noaniqlik o'tmish emas, kelajak. Ko'rmaymizmi? Mana shu zamonda olimlari, undan burungilar ham millionlagan pullarni sarflagan kelajakda nima bo'lishini bilishlik uchun. Lekin millionlagan pullarni sarf qilishligi bilan ertaga, indin yoki 5 minutdan keyin nima bo'lishligini hech qachon aytib bera olmagan, aytib bera olmaydi. Endi bizchi? Bizda asl manba Qur'on bor. Bu shunday Qur'onki, oldidan ham, ortidan ham hech qanday yolg'on botil kelmaydi. Va biz aniq bilamiz, Qur'onda aytilgan o'tmish ham haq, Qur'onda aytilgan kelajak ham haq. Mana shunday kelajakni bizga bildiradigan kitob turgan paytda qanday qilib tashab qo'yamiz? Oxirat va g'ayb haqidagi ilmni o'rganishlik bizga g'aybga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Oxirat va g'ayb haqidagi ilmni o'rganishimiz bizga g'aybga bo'lgan iymonimizni ziyoda qiladi. Kelajakda ba'zi bir ishlar bo'ladi. Ana shularga Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamon alomatlarida siz bilan bizga bir ta'lim beradi, qanday ish qilishligimizni. Mana masalan, hozirgi kunda odamlar bir mana oyga chiqyapti, Marsga chiqyapti va hokazolar. Ehtimol bu ilmlarga hozir muhtoj emasdirmiz. Lekin kelajakdagi taxminan bir 120-200 yildan keyin odamlar muhtoj bo'ladigan ilmlar bor bu kelajak qiyomat alomatlari haqidagi hadislarda. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldi mana Marsga chiqadigan bo'lsa, deb faraz qilaylik, oyga chiqadigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikka to'g'ri kelsa, bu g'arib bo'lmay qoldi. Oyda bir qandaydir koloniyalarda qurib yashashlik bir planlari tuzilyapti katta bir mamlakatlar tomonidan. Shu yerga namozxon odam chiqmasa nima qiladi? Avval chiqsinchi, keyin gaplashamiz degan gap ketmaydi bu yerda. Mana shu hadislarni o'qib o'rganishlikdan javob topamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Dajjal alayhi la'na kelishlik davrida aytadilar. Dajjolni bir kuni sizlarda bir kuninglarga teng. Yana bir kuni bir haftalarga teng. Yana bir kuni 40 kunlarga teng, yana bir kuni 1 yillarga teng dedi. Ya'ni bir kun Dajjolda bir kuni bo'ladi, bizni 1 yilimiz bilan barobar bo'ladi. Shunda sahobalar so'rashyapti. Ya Rasululloh, ana shu uni bir kuni bizni 1 yilimizga teng bo'lgan paytda bir kunlik namoz o'qiymizmi? 1 yillikmi deb so'rayapti. Deganda uqduru lahu qadra, ana shunga yarasha o'qiysizlar dedi. Demak, Marsga chiqib yoki Oyga chiqib namoz o'qiydigan odam bo'lsa, o'sha yerda vaqtini, sharoitini o'qishligiga mana shu hadislarda ta'limot bor. Demak, bu ilmni o'rganishlik siz bilan bizga lozim va lobud bo'ladi. Oxirat va oxir zamon alomatlarini o'rganishlik bizni amal qilishlikka undaydi. Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan ena osmonlar va yer barobarda bo'lgan jannatga shoshilinglar. Ya'ni mana shu oxirat haqida aytilgan so'zlar, hadislarni o'rganishlik insonni savobli amalni qilishga shoshiltiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Badiru bil a'mali kaqita'il layli min muzlima. Yusbihu ar-rajulu mu'minan va yumsi kafira va yumsi mu'minan va yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradi min ad-dunya." Muslim rivoyati. Hozir bo'lyapti shu narsa. Yer yuzini zulmat qoplab kelgandek, ummatni boshiga keladigan fitnalarda kelishligidan burun shoshilib qolinglar amalga.
Shunday kunlar keladi, kishi mu'min holda tong ottiradi, kofir bo'lgan holatda kech kirgizadi. Mu'min bo'lgan holda kech kirgizadi, kofir bo'lgan holda tong ottiradi. Dinini arzimagan dunyo matohiga almashtiradi dedi. Bo'lmayaptimi shu narsalar? 3-4 so'm chaqa uchun islomdan chiqib murtad bo'lib boshqa dinga kirib ketayotganlik bo'lmayaptimi? Mana shunday narsa ommaviy suratda zulmat yer yuzini qoplab kelganda kelgunga qadar savobli amallar qilib qolinglar deb Rasululloh shoshiltiryapti bizni. Demak, oxir roman alomatlari, oxirat ilmini o'rganishlik, savobli amallarni qilishlikka siz bilan bizni shoshiltiradi. Badiru bil amali saban dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shoshilinglar 7 ta amalni qilishlikda. Hal tantaziruna faqra munsiya. Har qanday muammoni esdan chiqarib yuboradigan faqir bo'lib qolishinglarni kutyapsizlarmi? Ya'ni inson faqir bo'lib qolsa, g'ami qorinni to'g'izishlik bo'lib qoladi. U nafl roza tutishlik, Qur'on o'qishlik, dars o'qishlik chiqib ketadi. G'ami qorin to'g'izishlik bo'lib qoladi. Avg'inan mutg'iyan yoki tug'yonga ketkizadigan boy bo'lishinglarni kutyapsizlarmi? Kalla innal insona la yatgha ar-rahu istaghna. Insonning qo'liga ozgina dunyo kelsa, tug'yonga ketayotganini ko'rmadingizmi deydi. Yoki tug'yonga ketkizib yuboradigan boy bo'lishlarni kutyapsizlarmi? Aw maradon mufsida. Yoki hamma yo'g'ingizni fasodga aylantiradigan kasal bo'lishlarni kutyapsizlarmi? Aw haraman mufannida. Yoki hamma savobli ishlarni qilishlikdan to'sib qo'yadigan qarilikni kutyapsizlarmi? Avid dajjalu sharru g'oybul yuntazar. Yoki dajjal chiqishini kutyapsizlarmi? Mana shu narsalarda payg'ambarimiz aytar ekan, shoshilib qolinglar deydi. Deydi. Yoshligimda qilib olmagan ekanman deydi. Agar yoshligimni qaytarganda bunday qilardim deydi. Agar pulimni buna bo'lib ketishini o'ylaganimda sadaqa qilib yubormayman masjidga deydi. Degan gaplarimiz ko'p. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ayyu sadaqatin a'zamu ajra? Ya Rasululloh. Sadaqani eng afzali qaysi deb so'rashdi. Diqqat qilaylik, qo'lida dunyosi borlar ham, yo'qlar ham. Anta tasaddaqa va anta shahihun takhsha'ul faqr va ta'manul ghina. Eng afzal sadaqa qaysi? Sen sog'lom bo'lgan holingda, baxil bo'lgan holingda, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqgan holingda, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating. Ya'ni pulga o'zing rosa muhtoj bo'lib, pul rosa kerak bo'lib turgan paytda, yoshligingda degani. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum fataqulu qulta li fulanin kaza va li fulanin kaza va qad kana li fulan. Endi hulqum mana shu joyga kelib, g'arg'araga kelib qolgan paytda falonchiga moncha beringlar, falonchiga moncha beringlar, falonchiga moncha o'tkazinglar demagin. Endi bu pul falonchilarda kerak deydi. Sen o'lsang ham bo'lishib oladi endi ular. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam sadaqani o'zing muhtoj bo'lib turgan paytda, o'zingga kerak bo'lib, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishga harakat qilib turgan paytingda berganing afzal deydi. Shoshilib qol deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu oxir zamon alomatlarini gapirar ekan, oxirat haqidagi hadislarni aytar ekan, siz bilan bizni amal qilishga undaydi. Tong otmas ehtimol kim uchundir. Alloh solih amallari bilan umrlarimizni ziyoda qilsin. Lekin esimizdan chiqmasin. Oyoq qo'li cho'zilib, o'lim ko'zga ko'rib qolgandan keyin aytgan istig'fori, ketar soati yaqin bo'lib, boradigan joy aniq bo'lib qolgan paytda qilgan xayr ihsoni, ota-onasi o'tib ketgandan keyin orqasidan qiladigan ihsoni bilan tirikligida o'zi muhtoj bo'lib, o'zi shu narsaga bir zarurat sezib turganda qilgan ihsoni hech qachon teng bo'lmaydi. Inshaalloh bugun sizlar bilan oxir zamon alomatlari va oxirat haqida aytilgan darsni fazilatini birinchi qismini eshitgan bo'ldik. Inshaalloh ertaga davom etkazamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.